Nima bu? Hamid aka, ustingizga kiyib olmaysiz, sovuq minus-ku, aka. Ukam, men senga skidkani shunaqa qaynog'ini aytaman. Bu skidkada sanavi skidasi. Okey, O'zbekistonda nimaga talab oshsa, o'sha narsaning narxi keskin oshib ketadi. Bu sir emas. Lekin men sizga hozir shunaqangi narsaning narxini aytaman. Okey, o'tkazib yuborishdan oldin videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Okey, O'zbekistonda nomer 1 hisoblanadigan Pamitli Abagrev Sideni. Buni narxi 550 ming so'm sotilgan. Men mana shu narsani, mana shu xovni o'ylagan holda bu Abagrev narxini 299 ming qilib qo'yaman. Okey, bugun erta xovni juda ham sovuq deyishyapti. Ertalab bolalar bog'chaga boradi, maktabga boradi. Farzandlaringiz uchun komfort yaratib qo'ying. Okey, buni qayerdan olish kerak? Nima qilish kerak? Okey, oldin obuna bo'lish kerak. Okey, obuna bo'lgandan keyingina like bosib, videoni Abagrev ishlatadigan yaxshi okalarga jo'natib qo'yish kerak. Okey, videomiz yoqqan bo'lsa, o'sha gap bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.